Savol: dehqonga qarz berib bo'ladimi? Mana shunaqa savollarni hammasini muallifi yo'q bo'ladi. Hozir mana shu xatni egasini topib, siz kimdan eshitdingiz bu dehqonga qarz berib bo'lmaydi deganini so'rasak, palonchidan eshitdim-u, u ham bittasidan eshitgan ekan deydi. O'sha bittasi hech topib bo'lmaydi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning hadislarida borki, odamlarning orasida mish-mish bo'lib tarqalgan gapni egasi bo'lmasa shaytondan bo'ladi deganlar. Bo'lyapti, odam hamma gapiryapti. Ve falon narsa bo'libdi, piston narsa bo'libdi deydi birov kelib. Kimdan eshitdingiz? Shaharda hamma gapiryapti deydi. Hamma gapiradi-yu, birinchi boshlagan gapni egasi yo'q. Hadisda buni aytadi, bu shayton o'rtaga tashlagan bo'ladi. Mo'min musulmonlarni xayolini qochirish, oralarida behuda gapni ko'paytirish, nizo chiqarish, tushunmovchilik chiqarish, vaqtini, zehnini, qobiliyatini foydali ishga sarflash o'rniga behuda gapga tortish ma'nosi. Xo'p, qarzni mo'min musulmon odam dehqonmi, kosibmi, hunarmandmi, amaldormi, kimga bo'lsa qarzni so'rasa, bersa bo'laveradi. Hammaga qarz bersa bo'ladi-yu, dehqonga berib bo'lmaydi degan gap yo'q.